siz taklifni yaxshi tushunmabsiz shekilli. 2 xonali kvartirani pulini berib, qolganini bo'lib to'lab olsangiz bo'ladi yoki 3 xonali yoki 4 xonali kvartirani puliga shu kottejni olsangiz bo'ladi. Keting. Kirganimizda hovl va zina 590 ga 390. Mana bu oshxona. 340 ga 390. 16 metrga 12 metrlik kottej, 2 soti, 245 kvadratli metr. Bu ikkinchi etaji. Nasib bo'lsa bu ham tayyor bo'ladi. Obzor bering. Harakatingizni qiling, shoshiling, ulgurib qoling. Ikkinchi obyektimizda ham ish qizg'in ketib turibdi. Ustakalarimiz hozir choy ichgani o'tirishdi. Saharlabdan ishlab. Eshiklarning prayomlari kecha qo'yilgan. Oynalarning prayomlari undan oldin qo'yilgan edi. Hattoki tombalarni ham qo'yishgan, malatsi bilan. Juda yaxshi ishlashyapti. Bu yoqni ustakalarimiz monolitga tayyorlashyapti. Pastidan ham o'pora berishadi. Inshaalloh bu kottejlarni olgan odam o'ziga xursand, oilasi bilan yayrab, maza qilib yashaydi. Bu o'zi hamma tushuntirgan bo'lsa ikkinchi qavatimiz va bu yerda bitta, ikkita, 3 ta xona bo'ladi. Mana bu yerda yana hojatxona bilan hormiylar, ustakalarimiz malatsi. Mana yangi fundamentlarimiz, yangi plitalarimiz bilan birga kechaginda plita qo'ygan edik, esingizda bo'lsa. Buni ham ko'rsatgan edim. Bu o'zi ikkinchi qavatimiz. Nasib ikkinchi qavatimizda ham g'isht teriladi. Maksimum darajada puliga arziydigan holatda bo'lsin deb keyin mana shu sifatli hovlicha kottej qidirayotgan qarindosh urug'inglar, do'st birodaringlar, keyin hamkasbinglarga jo'natib qo'yinglar. Mabodo savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Aqlimiz yetgancha javob beramiz. Eng asosiysi like bosish esingizdan chiqmasin. Mabodo kimnidir esida bo'lmasa yoki ko'rmagan bo'lsa amalda bu kottejimiz bu hovliga tegishli, to есть mana bu ishimiz bu hovliga, mana bu ikkinchi kottejimizda. Ijtimoiy tarmoqlarda 27-26 avgustdan buyon mana shu obyektlarimizni reklama qilib yotibmiz. Eshikni prayomni qo'yishibdi o'zi malatsi. Bemalol storieslarimizga kirib